hozirgi kunda eng ko'p sotilayotgan turgan modellarimizdan ikkitasi Amir va kapalak modelimizni to'liq video obzorini tayyorlab beramiz. Videoni oxirigacha ko'ring. Videoning oxirida esa yangi chiqqan modelimiz bor. O'shani ham ko'rsatib o'tamiz. Assalomu alaykum hurmatli kuzatuvchilar. Birinchi o'rinda Amir modelimizni ko'rsatib o'taman. Videoni boshlashdan oldin bitta like ni bosib, kommentariyaga o'z fikrlaringizni yozib qo'yasizlar. Qani ketdik. Amir modelimiz mana shu turishi 5 ga 4, 5 ga 6 xonalarga o'ta chiroyli tushadi. Uгологimizning razmeri 4.30 bu tomoni, nari tomoni esa 2.30. Ko'pchilik savol berishadi bizga. Meni uyim eshikdan kirganda bu yoqda, u yoqda deyshadi. Bu universal burchak. Xohlagan burchagingizga tersangiz bo'laveradi. Xohlasangiz burchagingiz bu tomonga, xohlasangiz narigi tomonga tushadi. Uголокning komplektida shunaqangi puflardan 3 ta bo'ladi. Puflar ham mana katta puflarga ham bemalol 2 kishidan o'tirsa ham bo'laveradi. Mana shu holatda 2 kishidan o'tiraveradi. Mana shu uгологimizga 11 ta, 12 ta odam bemalol o'tiraveradi. Bu komplektimizda stollari ham bo'ladi. Endi materiallarga keladigan bo'lsak, materiallarni yaqinroqdan olib qo'yasiz. Materiallar ham o'sha qimmat materiallardan, tukli materiallardan mana. O'ta chiroyli materiallardan. Xohlaganlarga esa boshqacha rasvetkalardan ham bor. Agar sizda yosh bolalar ko'p bo'ladigan bo'lsa, uyingizda sizga mo'yshi materiallarni tavsiya qilaman. Yaqinroqdan olib kelib olasiz. Bu tomonda mana mo'yshi materiallarimiz. Bu materiallar mana silliq material bo'ladi. Uncha dog' tiysa ham yuvib, artib, bemalol ishlatsangiz bo'laveradi. Dog' tiysa ham gelni so'qib turib, artsangiz tez ketadigan material. Mana. Tikilishlariga ham alohida e'tibor berib qo'yasizlar. Kamera yaqinroqdan olib qo'ying. Uголокlarimizni qo'llari ham o'ta chiroyli qilib ishlangan. Mana. O'tiradigan joylari ham kengina qilib, o'tirganda ham o'rnashib o'tirasiz. Ortopedskiy prujinalardan ishlatilgan. O'ta chiroyli chiqqan. Bu uголокlarimizni xohlagan ranglaringdan bor. Mana rasvetkalarni ham ko'rsatib o'taman. Rasvetkalar. Xohlagan rangingizdan tanlaysiz, chiroyli qilib chiqarib beramiz. Zakaz bo'yicha ranglarni xohlagan rangingizdan tayyorlab beramiz. Zakazlarimiz 5 kundan 8 kungacha tayyor bo'ladi. Keyin chiroyli qilib chiqarib olamiz. Ko'pchilik so'ragan savolga bugun javob beramiz. Uголоklaring baquvvatmi, yo'qmi deb so'rashganlar uchun mana ustiga chiqib, yurib ko'rsatib beraman. Boshidan oxirigacha yurib beray. Oxirigacha yurmadingiz degan negativlar bo'lmasin. Mana uголокlarimiz ortopedskiy prujinalardan chiroyli qilib ishlangan. Uгологimizga mana bemalol o'tirib, yonboshlab televizor ko'rsangiz ham bo'laveradi. Bemalol yotsangiz ham bo'laveradi. O puflarni yaqinroq olib kelasiz. Oyoq cho'zib o'tirsa ham bo'ladi. Endigi navbat ko'pchilikning qalbidan joy egallagan kapalak modelimizga. Mana kapalak modelimiz ham o'ta chiroyli model. Hozirgi kunda eng ko'p sotilayotgan turgan modellarimizdan biri. Uгологimizni razmeri 2.30 ga 4.30 razmerda bo'ladi. Razmerlarimiz 3-4 sm u yoq bu yog'i bo'lishi mumkin. Qo'llarni yaqinroqdan ko'rsatib qo'ying. O'ta chiroyli qilib ishlangan ana. Yog'ochlari bilan yuziga yarashib turadi. Materiallari ham mo'yshi materiallarda. Uncha dog' tiysa ham, boshqa bo'lsa ham gelli suv qilib, chiroyli qilib artsangiz ketadi. Bosh tomonlariga ham alohida e'tibor berib qo'yasizlar. Dizayn bilan chiroyli qilib ishlangan. Uгологimizga o'tirganda mana o'rnashib o'tirasiz. Qo'l olishlarga suyanib olib, issiqna choylarni damlab, qish kunda o'tirishga ideal variant. O'tiradigan yerlari pampers prujina bo'ladi bunda. Mana. Sakrab o'tiraverasiz. Uголоklarimizda shunaqangi stollari ham bo'ladi. Stollarimiz MDFdan suvga chidamli material. Razmeri 270 ga 90 santlik bo'ladi. Oyoqlarini ham olib qo'yasiz. Oyoqlari ham naqshli qilib ishlangan. O'rtasida ham o'q bilan baquvvat qilib ishlangan mana. Baquvvat. Bemalol ishlataverasiz. Komplektida shunaqangi pufigan 3 ta bo'ladi.
Mana shu ukologimiz 5 ga 4, 5 ga 6 xonalarga bemalol tushadi. Undan tashqari, sizning uyingiz kichkinaroq bo'ladigan bo'lsa, razmer bo'yicha, zakaz bo'yicha ham yasab beramiz. Mana shu polni komplektimiz narxini aytib o'tib ketaman. Narxi $625. O'zbekiston bo'ylab dastavkasi ham bor. Shu joyda sizga savol beraman. Siz bizni qayerdan kuzatyapsiz? Shu haqida kommentariyga yozib keting. Bu ukologlarimizni boshqacha ranglardan ham bor. Har xil rasmlardan Telegram kanalimizga joylab qo'yganmiz. Telegram kanaliga o'tish uchun pastdagi silkani o'tib kirishingiz mumkin. Har xil rasm, videolar va mijozlarning uyiga qo'yilgan rasm videolarni ham joylab boramiz. Kirib, obuna bo'lib qo'ying. Va nihoyat ko'pchilik kutgan yangi modelimiz 007 modelimiz. Bu modelimiz ham yaqinda chiqdi, o'ta chiroyli model chiqdi mana. Yaqinroqdan olib qo'ying, qo'llariga ham alohida e'tibor berasizlar. Dizayn bilan chiroyli qilib ishlangan. Suyanadigan joylarni ham yaqinroqdan olib qo'ying. O'ta bagati chiqdi bu ham. Ukologga o'tirganda ham o'rnashib o'tirasiz. Mana. Orqaga suyanib, bemalol o'tirsangiz bo'laveradi. Sidinalari ham shunga moslanib, kengina qilib ishlangan. Materiallariga ham e'tibor bersanglar, materiallar ham teddy material, qimmat materiallardan ishlatilgan. O'ta chiroyli turadi. Uyga mos, xohlagan rasvetkangizdan bor. Kimni uyiga, kimni ko'ngliga qanaqangi rang ma'qul keladi? Kommentariyaga yozib qo'ying. Sizga qanday rang yoqadi? Mana shu ukologimiz razmeri 2.30 ga, bu tomoni esa 4.30. Razmerlarimizda 3-4 santi u yoq bu yog'i bo'lishi mumkin. Komplektida mana shunaqangi pufi ham 3 ta bo'ladi. Pufilari ham katta-katta qilib ishlangan. 2 kishi o'tirsa ham bo'laveradi. Oyoqlarga e'tibor berasizlar. Oyoqlar plastmassa quyma oyoq. Bu baquvvat oyoq bo'ladi mana. Chomchiga sinmaydigan mana tepaliklardan tashlaymiz. Bemalol sinmaydigan baquvvat oyoq. Ustiga chiqib ko'rsatib beraman. Bemalol yursangiz bo'ladi. Bu ukologlarimizni arqa tomonlari ham, oldi tomoni qanaqa material bo'lsa, arqa tomoni ham xuddi o'sha materialdan bo'ladi. Hozirgi kunda 4 xil rangimizdan bor. Bu tomonga olib qo'yasiz. Birinchi rangimiz mana. Maloshniy rangda. O'ta chiroyli qilib ishlangan. Bunisini olib qo'ying. Seri rangda. Hozirgi kunda 4 xil rangimiz bor. Bu yoqqa ham olib qo'yasiz. Kimga qaysi rang ma'qul kelganini kommentariyaga belgilab qo'ying. Birinchisi, ikkinchisi, uchinchisi va 4-rangimiz. Sizga qaysi biri ma'qul keldi? Shu haqida kommentariyada belgilab qo'ying. Ukologlarimizni 3 xil modeldan ko'rsatib o'tdik. Sizga qaysi biri ma'qul keldi? Amir modelimiz, kapalak modelimiz va 007 modelimiz. Sizga qaysi biri ma'qul kelgan bo'lsa, kommentariyaga yozib qo'ying. Ukologlarimiz ma'qul kelgan bo'lsa, pastdagi nomerlarga aloqaga chiqib, zakaz berishingiz mumkin. Bu ukologlarimizda har xil ranglari, rasmlarni Telegram kanalimizga joylab boramiz. Shuningdek, Telegram kanalimizda klientlardan kelgan video, rasmlar, har xil ma'lumotlar birinchi o'rinda Telegram kanalimizga tushadi. Shuning uchun Telegram kanalimizga o'tib, obuna bo'lib qo'ying. Pastda silkalarni qoldiramiz. Video yoqqan bo'lsa, bitta like bosib, kommentariyaga sizni qiziqtirgan qandaydir savol bo'lsa, yozib qo'ying. Biz esa javob berishga harakat qilamiz. Hammaga rahmat, sog' bo'ling, omon bo'ling. Xayr.